Bola o'sish davrida qaysi mashq eng samarali? Shunchaki yugurish yoki maxsus mashqlar kerak? Hu va Garvard tadqiqotlariga ko'ra 6-12 yoshdagi bolalar uchun plank va balans mashqlari o'sish davriga eng samarali hisoblanadi. Bu mushaklarni mustahkamlaydi, umurtqa va bo'g'imlarni to'g'ri shakllantiradi, miya faolligini ham oshiradi. Masalan, logoped va sport mutaxassisi bir bola bilan shunday mashqlarni o'tkazadi. Plank bo'yin va qorin mashqlarini mustahkamlash, balans mashqlari umurtqa va bo'g'imlarni uyg'otish uchun, yengil yugurish yurak qon tomir tizimini faollashtirish uchun. Bir necha haftadan so'ng bola gavdasi to'g'riroq, kuchi ortgan va diqqatini jamlay oladigan bo'lgan holda rivojlanadi. Skandinaviya va Yaponiya maktablarida bolalar har kuni 10-15 daqiqa plank va balans mashqlarini qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalarda gavda shakli va motorik rivoj 30-35% yaxshilangan. Shunday ekan, o'sish davrida mashq bu faqat bo'yi balandlashishi uchun emas, bolaning sog'lom rivoji, koordinatsiyasi va miya faolligi demakdir. Keling, sport mutaxassisi bilan birga qaysi mashqlar eng samarali ekanini bilib olamiz. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Bugungi mavzuyimiz bola o'sish davridagi eng asosiy mashqlar haqida gaplashamiz. Bola o'sish davrida eng muhim mashqlar bu jismoniy, ya'ni umum rivojlantiruvchi mashqlar hisoblanadi. Ular yengil bo'lsa-da, barcha mushak guruhlari harakatga keltiruvchi mashqlar hisoblanadi. Ayniqsa quyidagi mashq turlari eng muhim va foydali hisoblanadi. Yugurish yurak qon tomir tizimini yaxshilaydi, bardoshlilikni, chidamlilikni oshiradi, oyoq mushaklarini rivojlantiradi. Sakrash mashqlarimiz: arqon yoki joyida turib sakrash, bunda suyaklarimiz mustahkam bo'ladi, balans va muvozanatni saqlashni rivojlantiradi, tezkorlik va chaqqonlikni oshiradi. Masalan, qo'lni aylantirish, bukilish, cho'zilish umurtqa va bo'yinga foydali, harakat koordinatsiyasini yaxshilaydi. Mushaklarni sog'lom holatda ushlab turadi. To'p bilan o'yinlar. Bularga misol qilib, futbol, basketbol, voleybol o'yin turlarini olishimiz mumkin. Ushbu sport turlari ijtimoiylashuvni kuchaytiradi, reflekslarni tezlashtiradi. Suzish. Ushbu mashqimiz umurtqa va bo'y o'sishiga juda foydali. Barcha mushaklarni bir tekisda rivojlantiradi, tashqi muhitga moslashuvchanlikni oshiradi. Eng muhim mashq cho'zilish va umurtqa to'g'rilovchi mashqlar. Ayniqsa bo'y o'sish davrida har kuni ertalab va kechqurun 10-15 daqiqa cho'zilish mashqlari, ular bo'y o'sishini rag'batlantiradi, qomatni to'g'ri qiladi, skolioz, kifoz, lordoz va umurtqa egri o'sishini oldini oladi.